Oldinda El Clasico. Barselona Real Madridni sindiradimi yoki Real Madrid Barselonani sindiradimi? Buni aytib bo'lmaydi oldindan. Lekin bir narsani aniq aytishim mumkin. Mediapark narxlarni sindirishda davom etyapti. Konditsionerlar muddatli to'lovga 361 ming so'mdan boshlanadi. Muzlatgichlar ham muddatli to'lovga 220 ming so'mdan boshlanadi. Odatda muddatli to'lov narxi balandroq bo'ladi, lekin Mediapark muddatli to'lovning narxini ham tushirdi. Endi siz ortiqcha foizlarsiz, penyasiz va eng muhimi boshlang'ich to'lovsiz texnika xarid qilishingiz mumkin. Muddatli to'lov alohida mavzu, Mediaparkdan 1+1 aksiyasi alohida mavzu. Masalan, shu yerdan Karcher mahsulotlarini xarid qiladigan bo'lsangiz, 1+1 aksiyasi doirasida yana bitta sovg'a qo'shib beriladi. Undan tashqari LG kir yuvish mashinalariga Artel changyutgich. Samsung kir yuvish mashinasiga esa Arteldan televizor sovg'a qilib yuboriladi. Mana bu esa yozgi kolleksiyamiz. Arteldan 12 talik konditsioner sovg'asiga Lamodan sokovojmalka. Mana bu aksiyadan esa foydalanmasangiz bo'lmaydi. Huawei telefonini ham chegirmali narxda olasiz, ham yoniga yana bitta qo'shib beriladi. Bu aksiya faqatgina 31-maygacha amal qiladi. Mediaparkning yana bir muhim jihati O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Bu aksiyalar Mediaparkning barcha filiallarida amal qiladi. Kelinglar, kutib qolamiz.